Bugun soat 2gacha uxlab qolibman. Keyin qaynonam bilan obedlanib oldik. Ertalabki choyimizni, obedgi choyimizni birga ichdik. Kecha qizim bilan aylanishga chiqdik. Kecha 5-may Koreyada bolalar bayrami edi. Shuning uchun qizimni aylanishga olib chiqdim. U aylanishga olib chiqqan bilan Koreyada O'zbekistondagidek chiroyli bo'lmas ekan yoki biz boshqa joyga borganmiz. Prosta shirinliklar bor, bo'ldi. Bolalar o'ynaydigan joy yoki ana katta o'yinchoqlar nimalar umuman yo'q. Adashmasam boshqa joyda bo'lyapti yoki biz boshqa joyga adashib borib qoldik. Keyin uyga kelib qizimga o'zim tort olib beraman dedim. O'zim shunaqa kichkinagina ikkita tort qildim. Ertalabki choyga, kechqurungi choyga. Uyda shunaqa qilib o'zim ora-tira shirinlik qilib turaman. Nomga qarab, vaziyatimga qarab shunaqa qilib tortimni tayyorlab oldim. Shunaqa chiroyli bo'lib chiqdi. Ko'rliklari вообще. Biskvit degan. Uzr. Keyin shunaqa qilib tortlarimni, kremlarini surib, tayyorlab, chiroyli qilib tayyorlab oldim. Keyin ertasi kuni qizim kechasi, o'sha kun kechasi ham yaxshi uxlamadi. Uyqusi almashib qolgan. Men aylam kelgandan keyin charchab uxlab qolsa kerak deb o'yladim, u bilan uxlamadi. Keyin sirazu ikkida turgandan keyin sirazu dasturxonni tayyorlab qaynonamni choyga chaqirdim.